Assalomu alaykum aziz muxlis, Guli TV kanalimizga xush kelibsiz. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Xonadoninglar tinchmi? Mana bir haftacha jimam turdim. Ana shu kuttiga yupiki bo'lgan Fayoz transferchiga javob qilmaydi. To'g'risi gap, juda ko'p videolar yubordinglar menga. O'sha mana hozir ham video yuboribsizlar. Qayerdadir, kimdir kecha avval kuni sharmanda bo'lding. O transferchi gapirsang, asosi bilan gapiring. Bunday isbotlab qo'yib qo'ying, qayerda men sharmanda bo'lganimni. Sen nimalar deyapsan sen? Ha, Fayoz? Seni men xudo xolisa tez kunlarda shu O'zbekistonga olib kelaman men seni. Seni ham, senga gap o'rgatayotganni ham, nima deb bunga tuhmat qilib ikki o'yinni joyingga qo'yaman men sen transferchini. Seni jamiyatda qaysi bir normalniy odam ishtadi seni? Kuchukka o'xshaganingdan ko'chadagi ani gryazniy kuchuk bo'ladi-ku, kameraga ham sig'maysan. Hali men xudo xolisa mana shu istoriyalarimda sochlaring kalga olingan. Sochlaring kalga olingan. Maktab paytingda Fayoz bo'lib, endi bola bo'lgansan-ku, endi o'g'il bola bo'lgansan. Keyin 14-15 yoshingdan keyin bunaqa ayollikni tanlab trans bo'lgansan. Sen nima deyapsan? Menga hamma narsa можно gapirsam, bor gapni ham, yo'q gapni ham gapirsam, odamlar menga ishonaveradi. Isboti bilan qo'y. Trans. Seni bir bu dunyoliging ham, u dunyoliging ham yo'q. Sen transsan sen. Bilib qo'ying. Seni normalniy, adekvatniy odam eshitmaydi. No, men seni, mana Alisher Rahmatullayev seni joyingga qo'yaman. Xudo xolisa sochlaring kalga olingan holatini mana shu istoriyalarga olib chiqaman seni va sherigingni ham. Sanada shoshmay tur. To'g'ri yozdim qilaman. Transferchi kimlarning ovozini qo'yayotsa, kimlargadir gap o'rgatib, shunaqa qilib turib, kimlarning ovozini, dugonalaringning ovozini qo'yayotsanmi? Ha? Transferchi, sen shoshmay turginsan hali. Bu taktika oson gaplashishga ustasan-ku, gapirib, mana odamlar o'lib, bundoq qilib, hali telefonlarda mana men bu odam ishlaylar deb turib, ne unaqa ishlar qilmayapsan? Transferchi Fayoz, xudo xolisa seni hali kelasan-ku. Bitta gap senga, ishtonning ichidagini ehtiyot qilgin. Nozanim trans. Mana shu botinkani bekorga sota olmadim, transferchi. O'zbekistonga kelganingda mana shu ehtimol ishtonning ichidagini ehtiyot qiling deb senga mana mashinaqalardan ketadi, mana shunaqa gusur o'zim seni bir dabba qilib qo'ya qolaman, keyin qiynalib yurmaysan. Doktorga pul topa olmasdan o'zi bir 5 marta yaxshilab tekkanda shu chotingning orasiga keyin qiynalmaysan. Ko'pchilik emas, ayrimlarga hayronmanda, kimni ishtotsizlar? Bu Jizzaxlik Fayoz bo'ladi. Bu o'sha 14-15 yoshida, o'sha o'qigan sinfdoshlarigacha menga chiqishdi. Keyin o'zini shu Moskvada bitta o'lib ketgan ayolning ismini o'ziga qo'yib olgan. Mana xudo xolisa keladi. Oz vaqtlar qoldi O'zbekistonga. Dugonasini ham aytadi, o'zi gapirib chiqadi. Buni istoriyalarimizga joylaymiz. Sochi kalga olingan bo'ladi, tartib qoidada bo'ladi. Hammasi transferchi men o'zimni yurtimda, poytaxtda erkin yurib ishlarim bilan shug'ullanib yurgan bolaman. Sanchi bitta burchakka borib olib qochib mana shu nimani orasidan faqat vakillashni bilasan, chunki sen bilasan O'zbekistonga kelsang seni shu maymunday shu koptoq qilishini hamma.